30 kun davomida bir donada olma iste'mol qilib, organizmingizda siz tasavvur ham qila olmaydigan o'zgarishlar sodir bo'lishini bilarmidingiz? Birinchi o'rinda olma kletchatkaga boy bo'lib, hazm jarayonini yaxshilaydi, ichaklarni shlaklardan tozalashga yordam beradi, metabolizm jarayonini yaxshilaydi, ich qochishda ham juda ham katta yordam beradi, ozish jarayonida bizga yordam beradi. Bitta olmani tarkibida 70-90 kilokaloriya bo'lib, sizga kechgacha to'qlik hissini beradi. Oshiqcha ovqat iste'mol qilishingizni oldini oladi. Qondagi shakar miqdorini me'yorda ushlab turadi, insulinni keskin pasayishga yordam beradi, kun davomida sizga energiya bag'ishlaydi. Teri holatini yaxshilaydi. Tarkibida vitamin C va antioksidantlar bo'lgani sababli yuzingizni tiniqlashtiradi va yuzga har xil yallig'li toshmalar toshishini oldini oladi. Yurak uchun ham foydali. Tarkibidagi antioksidantlar yurak qon tomirlari tizimini qo'llab-quvvatlaydi, xolesterinni pasayishiga yordam beradi, qon tomirlarining elastikligini saqlab qoladi.